rasmdagi bolani katta Kimanjuda ekan, hozir o'rtoqlari telefon qilib dod deyishyapti. Nima bo'ldi desam, aka shunaqa og'ir holatda qoldi deyapti. Meni ovozli zapisini tashab qo'yaman, eshitib ko'ringlar. Hech nimani o'chirmadim ham, yashirmadim ham, qo'shmadim ham. Shundaycha telefonda gaplashgan gapimni sizlarga qo'yib beraman. Ota-onasiga bu xabar yetkazildi. Og'ir, juda ham og'ir holatda yotibdi. Doktorlar yashab ketishiga 1% imkoniyat bor deyapti. Inshaalloh duo qilinglar, dunyoni qayerida ko'rsalaringiz. Kim qayerda ko'rayotgan bo'lsa, qo'ldan kelgancha duo qilsin. Birovni bolasi musofir yurtda endi o'qishni bitirgan ekanda, yoshi 25 dami, 27 dami hozir eslamayman, Ashtomonga uchib ketyapman. O'zimni uyimdan Lakatsani urdim. 350 kilometr ekan, 300 kilometrcha hozir yo'lim bor. Iltimos sizlardan duolaringizga muhtojmiz. Bizni ham duoda eslab turinglar. Yetib borib, inshaalloh doktorlar bilan gaplashib, qanaqadir bir chora qilishga harakat qilamiz. Lekin avvalo duo. Iltimos sizlardan, biz yo'ldamiz, ketyapmiz. Sizlar faqat maksimalni duo, komment, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Sog' bo'linglar. Yoshi nechida? 97-yil. Studentmi? Student edi, bitirgan aka. Qaysi o'qishda? Chonnam universiteti. Alazzo yon atrofida. Nimaga miyasiga qon quyilib qoladi? Bilmaymiz, bugun ishda shunaqa bo'lgan ekan, o'zi mazasi bo'lmay, shunaqa narsa bo'lgan ekan. O'zi ishdagi hajanglari ham anaqa samonim birdan-bir turibmiz hozir nepchillarda. Shunga sizdan bir maslahat so'raychi, qanaqa bo'ladi deb iloji bo'lsa agarda. Kasalxonada turibsizlarmi? Kasalxonadamiz. 10 yil tashqaridamiz hozir. Ish vaqtida bo'lganmi, uyda bo'lganmi? Yo'q, uyda bo'lgan, bir o'zi bo'lganda. Bir o'zi bo'lgan. O'sha mazasi qochayotganda Illilko'ga telefon qilgan. Illilko hamma anaqa informatsiyalarni olib, o'sha yo'lga chiqib, uyning oldiga kelganda telefonni olmagan, hushdan ketib qolgan bo'lgan bu. Illilko Melisaga telefon qilgan. Melisa keyin hamma o'sha uylarda anaqa qilib, taqqilatib, netib topib, buni baqib kelgan keyin sразу Nepchilga. Shunaqa bo'lgan. Demak, tez yordamga telefon qilgan, tez yordam yo'lda kelayotganda bu hushdan ketib qolgan. Shunda yo'q. O'sha uyda o'zi qolganda hushdan ketib qolgan. Yo'q, o'sha men gapimni eshitingda. Tez yordamga telefon qilgan. Tez yordam yo'lda kelayotgan paytda bu uyda o'tirib hushdan ketib qolgan. Shunday. Keyin tez yordam kelib telefon qilganda ko'tarmagan, qaysi xonaligini bilmagan, domga kelgan. Shunday. Qaysi xonadaligini bilmagan. Shunday. Keyin u Melisaga telefon qilib, bizni bitta bemor uyga chaqirgan. Mana shu lokatsiyani bergan, mana shu bino, lekin qaysi xonaligini bilmaymiz. Shunday. Qaysi xonaligini bilib ber deganda, Melisa kelib, qaysi xonaligini topib, eshikni ochgan, to'g'rimi? Shunday. O'sha o'rtoqlarimiz ham uyga kirganda Melisa. O'sha topolmasdan o'sha anaqa yon atroflarni tekshirgan qator. Qaysi uyda ekan bu. O'sha o'zbeklar kelib chiqqan aytdi. Ha, shunday. Mana shu nomer desa, men aytdim, bitta o'zbek bor deb nima qilishgan, to'g'rimi? Shunday. Menimcha eshikni buzishganmi? Chutak bo'lganda aka, chutak bo'lgan. O'sha yonida anaqalar yashaydi-ku o'zi egalari. Egalari. Shunda so'rashgan. Shunaqa narsa bo'lgan. Keyin u eshikni ochib bergan. Demak, uyda egasi ochib bergan ekan-da. Shunday bo'lgan bo'lsa kerak menimcha. Tushunarli. Yoshi nechida dedingiz u bolani? 97-yil aka, o'sha 28lar. Bakalavr bitirganmi? Bakalavr bitirgan. Hozir ish qidirish vizasidanmi? Shunday bo'lsa kerak. Shunga kutaylikmi aka? Hozir uydagilarga xabar berilasizmi? Uyda hamakilarga xabar berilgan, hamakilari uyga boryapti. O'sha amakisining nomerini topdik telefonida. Amakisi oldiga ketyapti. Uyda kim bor? Ota-onasi bormi? Ota-onasi bor. Buni qo'shni-po'shnisi yo'qmi mana shu bemor bolani hozir? Qo'shni o'zi yashardi ekanda. Yo'q, mana o'sha O'zbekistondagi qo'shnilari, Koreyada birga yuradiganlari yo'qmi? Oilasini taniydiganlar. Yo'q, yaqin o'rtoqlari biz chetdamiz. Qolganlari yo'q. Yo'q, oilasida bu bitta o'g'ilmi, ikkita o'g'ilmi, nima? Holat qanaqa? Unisini to'g'risi bilmadim aka. Oilasini bilmas ekansiz, to'g'rimi? Oilasini bilmayman. Tushunarli. Hozir endi kasalxonaga Illilko olib keldi, to'g'rimi? Siz qayerdan eshitdingiz uni holatini? O'sha bolalardan ekan, o'sha bitta o'rtog'imiz oldida yashaydi-da. U o'rtog'imiz anaqa aylangan ketgan. Uni uyiga Melisa kirayotganini boshqa bitta tanish ko'rib qolganda video tashlagan.
sizlar uylarga melisa kiryapti deb anaqa tashlagan. Keyin u bola nima bizlar uyimizga ham kiryapti, melisa kiryapti deb. O'shani haqigan yonida illilku anaqa bo'lgan, mashina bo'lgan. Emergency. Keyin so'rab surishtirib anaqa qilsa, mana shu bola yashaydigan bo'lgan, ishda chaqirgan bo'lgan. Melisa topolmaganda o'shda xonalarga kirib chiqqan bo'lganda endi xonadonlarga. Xullas qarang, hozir endi doktorxonaga keldi. Doktor nima deyapti dedingiz? Doktor bo'lmaydi degandek qilyapti-da. Nimaga? Miyasiga qon quyilganmi? Shunaqa deyapti. Insultmi? Shunaqa. Yosh bola-ya. Kim bilan anaqa arabayda kraskada ishlardi aka. Birortasi asabini buzganmi-ki? Bunisidan xabarimiz yo'q lekin. Uylanmagan-a? Yo'q, uylanmagan. Uylanmagan aka. Uylansa xotini ham asabni buzishi mumkin o'shanga tepa. Shunday aka. Hozir Koreyadagilarni ko'pini shu O'zbekistondan hali nimalari, yaqinlari pul jo'natdi yoki Siqilib qoladi. Xotini asabini buzadi, kimdir maytda qarz qarz bo'lib qoladi, kredit bo'lib qoladi. Shunday asabdan bo'ladi-da, shunaqa voqealar. Chunki miyaga qon quyilishi bu asab stressdan-da. Ha. Xo'p, endi hozir doktor nima dedi? Sizga aytdimi yo o'sha sajanlarga aytdimi? Yonimizda men kelishimdan oldin bitta tanishlarim kelgan. O'shunga aytgan akalarga. Nima degan? Shu 2 kunlarga boradi deyaptimi hozir? Degan, shunaqa deyishyapti ekan. O'lib qolishi mumkin deyaptimi? Shunday. Jichchani anaqasini kutaylik aka tafsilotlarini. Hozir anaqa Tesagvanga dokument qilinglar deyapti, dokument qilinadi deyapti. Uydalar kelish uchun shtobi. Uydalardan ruxsat kerak anaqa narsalarni olish uchun deb. Nima narsalar olish uchun? Narsalar ulatdi-da ichkarida. O'shalarni olib qo'yish uchun. Ha, bo'ldi. Yo, elchixonaga o'zim aytaman. Hozir menga bolani pasportlari, ID kartalari tashab bering. Keyin kasalxonani manzili. Qarang, kasalxonani manzili, iloj bo'lsa vizitkasi. ID kartasi, pasporti bo'lsa bolaniki. Keyin hozirgi holatning rasmi bo'lsa ham yaxshi. Olib ketayotganda yo olib kirayotganda o'sha holatda videoga rasmga olgan bolalar yo'qmi? Yo'q ekanda aka, illilku to'g'ri olib ketgani buni. Bo'lmasa bo'ldi, siz menga o'sha narsalar tashab bersangiz, men elchixonaga o'zim xabar beraman aka. Aytmoqchimanki aka, hozirgi paytda nima deyishga ham hayronman. Endi doktorlar 2 kun berishayotgan bo'lsa, doktorlar ham endi o'zini avvalo Alloh biladi kimi qachon nima bo'lishini, lekin u ham experiencedan qarab, o'zini mutaxassisligi bo'yicha javob beryapti-da. Shunday aka. Tushunarli. Bo'lmasa, anu odamga ketayotgan odamga aytib qo'ying, uni paq etib hali vahima qilib aytmasdan oldin bir haligi yuraydi, anaqa nima deydi, uspakatsiya qiladigan narsa dori-pori ichirib turib, keyin sekin yotig'i bilan tushuntirsin. Mana shunaqa deyapti ekan doktorlar deb. Chunki u yoqda bitta o'g'il bo'ladigan bo'lsa, paq etib u yoqdagi odam ham ketib qolishi mumkin-da. Uylariga. Shuning uchun xullas bo'lmasa aka menga qarang, kasalxonaning manzili, ID karta, pasportini tashing, men vaziyatga qarab siz bilan telefonlashib turaylik. Bo'ldi. Telefon bo'lgan ekan. Ha, akalik, Guanjudagi bola haqida telefon qildim. Siz bilan bu yerda biz bir og'aynimiz gaplashgan ekan. Hozir sizga mencha hujjatlarni yuborish shekilli aka, nima doktorni gapi bo'yicha, ya'ni miyaga qon yurganda, miyani qaysidir tomoni yorilib, miyaga qon yurgan, u operatsiya qila olinmaydigan joyga tushib qolibdi-da u qon. Xullas 48 soat ichida deyapti, yuragi to'xtaydi deyapti doktor. Allohdan. Yuragi to'xtagan holatda kelganida biz 1 soat massaj qilib, anaqa qilib yuragini qayta urdirdik. Hozir komada yashayapti-yu dedi, lekin uje xullas o'ladi deyapti-da, anaqa Kanınson yo'q deyapti. 1% ham unaqasi yo'q deydi, doktor shunaqa deydi. Keyin shu anaqani aytdi, ota-onasini agar chaqira olasang chaqirish, ya'ni tirik holatda ko'rib qolsin. Endi misol uchun
48 soat ichida o'ladi deyapti. Endi misol uchun bo'lishi ham mumkin deydi. Nima deydi? 48 soatga borishi ham mumkin, bormasligi ham mumkin deyapti-da. Endi aytyapti, o'lsa ham deydi, otasi anaqasi shu yerdan olib ketadi deb doktor shunaqa dedi. Keyin uni aytdi. Nima qilasanlar? Qiynamasdan shunchaki nimani uzib qo'yaveradi, nima ota-onasidan so'rash ber. Qani uzib qo'yaveraylikmi apparatni? Chunki falon pul yozib yotibdi bu dedi. Pog'omi ham yo'q ekan uni dedi. Pog'omiga menimcha pul to'lamagan shekilli. Tekshirtirsak pog'om chiqmadi. Falon pul yozib yotibdi, ota-onasidan so'rash, agar uzib qo'yaversin desa, uzamiz. Shunaqalar dedi. Keyin shu viza anaqa qilib berishgan dadasi bilan gaplashdim. Dadasiga manaqa holat demadim, ya'ni shunaqa og'ir ahvolda o'g'lingiz dedim. O'ladi, unaqa gaplar gapirganim yo'q. Doktor bunaqa dedi demadim. Hozir viza harakatini qilyapmiz, agar o'xshab qolsa dedim, shunaqa bo'lmasam dedim, telefon qilamiz, qanaqa holat bo'lsa ham sizlarga deb, shu telefonni o'chirdim keyin. Xullas shunaqa holat aka. Hozir sizlar o'sha yerda turibsizlarmi? Ha, shu yerdamiz aka. Kimlar bor u yerda? Bu yerda hozir o'sha bu oshnamiz birga ishlagan sajani bor ekan, u xotini bilan kelgan. Endi bu yerda shu o'zbeklardan biz 8 tam 9 tamizda bu yerda. Endi asosan shu Studentlar? endi asosan student, endi men bilan bittasi bor, student emas. Shu 9 ta 10 ta o'zbeklar bilan ikkita karis turibsizlar shu yerda. Ha, shunaqa aka. Bo'ldi, tushunarli aka. Menga ID kartasi bilan pasportini olib tashlab berishdi. Ha. Va elchixonaga xabar berdim. Xullas endi hozir faqat duo qilish qo'limizdan keladi. Otasiga aytgan bo'lsangiz. Birinchi amakisiga aytdim, amakisiga to'liq tushuntirdim. Doktor shunaqa dedi deb. Lekin nima dadasini sahrimi qanaqadir nimasi bor ekan. Shunga anaqa qildik, uspokoytsa anaqa qilaylik deb, dadasiga ham ziyon yetib qolmasin deb, bu hamma narsani to'liq aytmadik-da dadasiga. Shunaqa holat dedik. Aka, uka deyavering aka, men sizni taniyman, kichkinaman. Yo'q. Men hammani aka deyman-da, uka deyish qandaydir tilim kelishmaydi aka. Qarang, bo'lmasam bunday qilamiz. Kasalxona manzilini tashlab bering hozir menga. Xo'p. Va ertaga boraman. Borib o'sha yerda ko'rishib, yana gaplashamiz aka. Xudo xolasa. Adres tashlab bersangiz, hozir adres turib ko'raychi, necha kilometr. Menimcha Inchonga necha kilometr aka sizlar shahar? 330 kilometr aka. 330? Ha. Qanchagan ekan-da? Aeroportga 330 da, Inchon shaharida o'ziga shu 300 lar bo'lsa kerak. Unaqa Inchon aeroportgacha sizlardan 25 kilometrmi taxminan? Bo'ldi, bo'lmasa aka men boraman, uxlamasam ham ertalab yetib boraman aka. Xo'p aka, xo'p, rahmat. Xo'p, adres tashlaychi ko'raychi. Bo'l, xo'p aka, xo'p.